Assalamualaikum. Arkadaşlar hazır vaktiniz hayırlı olsun. Bugün doğanımızdan sasteginin dastlap basqıçlarını bugün bir qor tütümüz. Ondan keyin ikinci basqıç kötümüz, ma birinci basqıç. Birinci basqıçta sasteginin muhim bo'lgan o'rganib bo'lmaydigan har qanday bir statistik o'rgangichi cho'qim o'rganishga ishlik zarur bo'lgan narsalarni ko'ramiz. Hozirgi ko'radigan statistik degan nima? Andan statistikning usullari statistikaning asas qismi va yuqori saviyada qismi deganlar. Asas qismi buni sonliq ma'lumot to'plash eng dastlabki qismida asas qismi degan gap uli degan gap. Yani statistikaning uli. Uli bo'lmay turib boshqa ish bo'lmaydi degan gap. Uni qilish uchun uli qaysi to'g'ri keltirsa sonliq ma'lumot to'plash birinchi omil. Sonliq ma'lumot to'plamasa u statistik asliqlanmasa statistik ilib bog'lanmaydi. Ikkinchisi to'plagan sonliq ma'lumotlarni umumlashtirish, umumlashtirish, yig'inchoqlash. Hamma sonliq ma'lumot to'plab bir xalta uslab qo'ygandek ish bo'lmaydi degan gap. Masalan, basketbol, voleybol, bunlarning hammasini bir xalta qachlashni sonliq ma'lumot to'plash desak endi, umumlashtirish, yig'inchoqlash deganda shuni basketbolni martirab yana bir xaltaga, kichik xaltaga, bunga o'xshash cho'ng xaltaga ham ayrim xaltalar qachlashga beradi. Graf ko'rsam, sonliq ma'lumot to'plab, umumlashtirib, yig'inchoqlagandan keyin ashuni texnimi obrazlik ifodalash uchun bizga texnimi yaxshi ro'shan eksettirib berish uchun ishlatilgan grafik usullar bor degan. Undan keyin bir baldak yuqoriga asosli nimcha iboratligini biz to'plagan sonliq ma'lumotning ichida average qilamiz. Hammani qilolmaydi degan gap. Masalan, men qilayotgan sonliq ma'lumotning ichida Hindistonniki avabulanishniki kichik bolalarniki sog'lomligi bo'lgan, ya'ni tug'utliq ayollarniki bolasini ig'ir tug'ib qo'yish yoki yenik tug'ib qo'yish, aslida normal holatdagidan ig'ir tug'ib qo'yish yoki yenik tug'ib qo'yish yoki bo'lmasa o'lik tug'ib qo'yish yoki qo'shqida o'lib qo'yish degandek, baldur tug'ib qo'yish deganlar ashlarni nim qilgancha men ashlarlik ma'lumotni qarasangiz 1,200,000 deb sonliq ma'lumot degan. 1,200,000 sonliq ma'lumotni qilolmaysiz degan gap. Anima 1,200,000 sonliq ma'lumot degan gap. Hindistonda 1,200,000 nüfus bormi? Chiq degan gap. 900 milliondek nüfus bor degan gap. 900 million. Shu 900 millionning ichida 1 millionni olamiz degan gap. 1 millionning ichida mo'texe ba'zilari sonliq ma'lumot kam bo'lib qolish, unda bo'lish, bunda bo'lishni o'yin chiqarib, bo'yin chiqarib, hammamiz yig'ib yermim qolmaydi degan gap. Sonliq ma'lumotning o'zidan umum biz ishlatadigan holat keladigan 250,000 300,000gacha bo'ldi degan. Mening ishlatganim 250,000 atrofida deyman. 250,000 odamning 250,000 ayolninki shu bolasini ig'ir tug'ib qo'yish, normal tug'ish degandek ahvollar bor degan. Sonliq ma'lumot bor degan. Shuni average qilamiz. Shuning asosan turib ash 250,000 da biz olgan average bo'ldi degan. Buning asosan shu Hindistondagi butun ayollarningki, ya'ni tug'ut tekshirik, ya'ni to'y qilgan tug'ut tekshirik ayollarningki ahvolini eksettiramiz degan. Endi bu sonliq ma'lumot average oldik. Average olgandan keyin buni analiz qilamiz degan. Sonliq ma'lumotlarni qarab turib, grafiklarni ko'rish orqali analiz qilamiz degan. Eng oxirida bu to'g'rimi yo'qmi, xatomi, amaliyotga uygunmi yo'qmi, uygun emasmi deganlarni nazariya bilan bizning amaliyotga qilganimiz munosib chiqamiz. Nazariya manda bo'lib bir xillab amaliyot osmondan farq chiqmasa, demak bizning qilgan amaliyotimiz bir yerda xato bor degan. Chunki nazariya bilan amaliyot yaqin kelish kerak degan. Biz %100 tushib ketish ehtimolli yo'q degan. Yo'q. Bu vaqtlarda shu yaqin kelish kerak. Ya'ni 99%, 95%, 80% degan ahvollarimiz bor degan. Biz asosan 95% olamiz. Ya'ni 5%dan tashqi chiqaramiz degan. 5% yaqin kelmasmi, 95% to'g'ri chiqsa, ya'ni shu nazariya bilan qilgan amaliyotimiz ust tushsa, biz qilganimiz to'g'ri bo'ldi deb ishlaymiz. Ana uni keyin sonliq ma'lumot to'plashni bu qancha bosqich uyda sana asosli 4 bosqich uyda degan. Birinchisi qanday qilamiz deganda hodisa, masala paydo bo'lishi kerak. Masalan, men qilgan savolda masalan, ayollarning ig'ir tug'ib qo'yish, yenik tug'ib qo'yish, o'lik tug'ib qo'yish, kichik qo'shqida o'lib qolish degandek ahvollar bor-ku. Baldur tug'ib qo'yish, keyin vaqt o'tkazib tug'ish, masalan 9 oy 9 kun bo'lsa 8 oy tug'ib yetish yoki 10 oyda yoki
10 ay, 9 ay 9 gün olsa 10 ay 9 gün, yani 1 ay keçikip tug'ush degan ahvollar bizga hodisa masala bo'ldi endi. Bu masalada bu masala chiqqandan keyin buni savolni o'tirib nima bunday masala kelib chiqdi? Buning ta'sir ko'rsatgan nima? degan birinchi savol ko'rsatamiz endi. Savolimiz bo'ldi endi. Endi ikkinchi qadamchi savolga asosan sonliq ma'lumot to'playmiz endi. Shu ayollarning sonliq ma'lumot to'playmiz endi. Uchinchi qadamchi sonliq ma'lumotning hammani to'plagan sonliq ma'lumotimizni muqim qalbimizga tushgan sonliq ma'lumotni qilamiz degan. Sonliq ma'lumot to'plaganda hammani to'playmiz degan. Shu ta'sir ko'rsatgan hamma omillarni yig'ib turib to'playmiz degan. Bundan keyin ikkinchi qadamda sonliq ma'lumot to'playmiz degan. Bundan o'tib sonliq ma'lumotlarda hammamiz yig'ganda bizga kerakdek haqiqatan ta'sir cho'ngmasan, bolalarning ayollarning tug'ishiga ta'sir etadigan omillar asosli havo bulg'anishi, bundan keyin aile ishidagi yo'ldoshining tomoq chekishi, o'zining tomoq chekishi, ayol tomoq chekish, birla, ya'ni oilada bir odamniki yoki erniki yoki ayolniki tomoq chekishi degandek aslo bosqichlar bilamiz endi. Bu vaqtda sonliq ma'lumotlarni yana bir qitim eglikni o'tkazgandek yana bir qitim tasqab o'tkazamiz endi. Uchinchi qadam bo'lsa sonliq ma'lumotni analiz qilamiz endi. Ya'ni graf ishlab chiqaramiz, undan keyin har xil programmalarga analiz qilamiz endi. Eng oxirida yakun chiqaramiz endi. Yakun chiqarib xulosa chiqaramiz. Eng oxirida bu havo bulg'anishi yoki erning tomoq chekishi, ayolning tomoq chekishi, ikkilisining tomoq chekishi bolaning ta'siriga masalan bir oilada ayol ikkilisi tomoq chekkan bilan yana bir oilada faqat bir odam ayolniki bir islam tomoq chekkaniki farq qancha persent farqi bor, qancha hassa masalan ikki odamning tomoq chekkani qaraganda bir odamning tomoq chekkaniga bola ta'siri oz bo'ldi endi. Ikkisi yoki bir hassa farq bo'ldi endi. Ashnaqa sizning hammasiga farq bor ekan deb yakun chiqaramiz endi. Endi bu statistikada sonliq ma'lumotning tiplari bor endi. Sifat sonlari. Buni bilsa bu sonlarning sifatlarini biz o'rganganda miqdor sifatlar, sifat sonlari, kategoriya sonlari, ism xarakterli so'zlar, tarkib sonlar, miqdor sonlar masalan 1 kilogramm, 2 kilogramm degandik. Nisbat sonlar 1dan 2 degandik. Araliq sonlar masalan 2 kilometr, 3 kilometr, 2 soat degandik. Endi budan eng başı qanday qilamiz? Bunda sonlarni to'playmiz endi. Birinchisi yig'ib baqaylik. Har xil sonlarni qiziqish bo'lgan Ahmad sinf saboqlashlarning bo'yi egizligi va hisobga amroq emas. Yana bu matematikaga, ya'ni hisob birinchi boshlang'ich bolalarningki matematikaga bo'lgan qiziqmasligi. Shuning asosan bir sonliq ma'lumot to'plab chiqibdi 30 sinfdagi bolalarningki. Buni qarasanglar bo'yi egizligi, andan hisob bilan qiziqishi, amroq emasligi degandik. Undan keyin jinsi, undan keyin mushunda sonliq 30 ta sonliq ma'lumot to'plab chiqqan endi. Endi ikkinchi yana masala qilsak, bu qatam sonliq ma'lumot bo'lsa 1970-yilda 2010-yillarda bir olamning guruch iste'mol miqdori. Mushunda sonliq ma'lumotni to'playmiz endi. Bu sonliq ma'lumotni to'plash orqali oxirida bu sonliq ma'lumotning yig'indi soni, o'ttiz sanidek muhim. Statistikada o'ttiz sani va yig'indi tepish deganda muhimning muhimi deganga. O'ttiz sani tepish usullari, o'ttiz san degan nima desanglar, yig'indi san deganiz barliq elementlarning yig'indisini ko'rsatadi. O'ttiz qimmat degancha, ya'ni o'ttiz san, o'ttiz qimmat deb ilgirdi. Uyg'urcha o'ttiz qimmat san bo'laveradi. Endi barliq balaliq qilib barliq elementlarning umumiy yig'indisini, ya'ni barliq elementlarning umumiy yig'indisini shu elementlarning soniga bo'lib o'tgandek. Elementlarning soniga bo'lgandan keyin chiqqan qimmat deganga. Ana qarasanglar, indani sonliq ma'lumot chiqqan gap. Indani sonliq ma'lumot. Har bir azani qo'shib, indani sonning soniga bo'lib o'tsak, o'ttiz qimmat chiqadi. O'ttiz qimmat hisoblashning formulasi bu degan. Bundan keyin sonlarning turlari deb ketganda kategoriya sonlar, tartib sonlar, miqdor sonlar degan. Masalan, ma'lum o'ttiz maktabniki 2019 qabul qilingan yangi o'quvchilarning uchurlari tuvandikicha birlik nafar. Masalan, yangi o'quvchi jinsi er o'g'il. Bu er o'g'il deganlar shu kategoriya bo'ldi degan.
er, oğul, to'g'ri, xato degandeklar. Qiz, masalan, o'g'il deganlar kategoriya bo'ldingiz. Endi ikkinchisi qarasalar, ma'lum maktabdan 2009 qabul qilingan yangi o'quvchilarning tug'ilgan yerlarining uchurlari tuvanlikcha. Bularning kategoriya qaysi bo'ldi desanglar, bu tug'ilgan yerlarning aslilari bo'ldi degan. Masalan, Xotan, Qashqar, Turpan, Urumchi deganda kategoriya tilib. Endi buning tartib sanlar degan so'zsangiz, tartib sanlar degan gap shu. Mana qarasangiz 1 1 2 3 4 5 6 7 8 deganlar tartib sanlar degan gap. Tartib sanlar. Endi miqdor sanlar degancha, miqdor sanlar masalan go'shtning ishlab chiqarish miqdori, uning yezili to'pliqning birlikka degandek mayda. Buningda yo'q. Ma ikkinchisi qarasangiz go'sht iste'mol miqdori. Masalan bu 58 ga 18 kilogramm. Kilogramm bor buningki. Ig'irlik miqdori kilogramm bo'lgan. Ashna miqdor so'zlar belgiga miqdorlik birikmani bo'lgan vaqtda miqdor sanlar bo'ladi. Endi darja sanlar degan darja sanlar birinchi, ikkinchi degan shu darja sanlar degan. Miqdor sanlar degancha 10 metr, 100 kilogramm, 7 soat degan. Endi sanlarni rasmlar ifodalash. Endi sanlarni rasmlar ifodalashmi har xil turlari bor degan. Masalan, turk shaklli grafik, ya'ni rasmlar ifodalash, tengi shaklli rasmlar ifodalash degandek. Hozircha mushuk xilni ko'rib qo'ysanlar bo'ldi degan. Qolganlari yana bor degan. Instagram degan lava degan. Endi mak yangi o'quvchilarning soni bayatdan qarasanglar, mana yangi o'quvchilarning qabul qilgan yangi o'quvchilarning soni va qabul qilgan yerlarning uchuri degan bor emasmi, Qashqar, Urumchi degandek. Endi mana qarasanglar, yangi o'quvchilarning yurti Xotan, Qashqar, Turpan, Urumchi. Bundan Xotandan eng yuqori ekan deganda. Eng az nadikan Qashqardan ekan. Qashqarliklardek o'rganmaydi o'xshaydi, shu keyin az qabul qilingan o'xshaydi. Endi buni tengi shaklda ifodalash degan, ya'ni chambar shaklida bo'ylab turib ifodalash shakli bo'lgan. Buni qarasanglar, yana o'xshash grafik, o'xshash ma'noni ifodalaydi, ammo ifodalash grafik shakli o'xshamaydi degan. Endi bayatında bitirib çok statistikada eng muhim bo'lgan, statistik o'rganda qadam cho'qim o'rganib bo'lmaydigan qimmat, o'rganib bo'lmaydigan muhim mazmunlar bor degan. Masalan, o'ttirchi qimmat, eng ko'p son. Bular nimaga asosan bo'ladi? Markazga yig'ish qarab turadi. Markazga yaqinligi yoki chetniganlikka asosan markazga yaqinlash yoki chetniganlikka asosan bo'limiz degan. Buningda eng ko'p son degan nima degan gap sanwa? Ay sonliq ma'lumotlar eng ko'p ko'rilgan, ya'ni takrorlangan son demakchi. Takrorlangan son. Masalan, mana birinchi misolga qarasanglar, 11, 7, 8, 9, 9, 5, 4, 6, 7, 10, 9, 19, 17, 9 dedi. Buningda eng ko'p ko'rilgan, eng ko'p takrorlangan, eng ko'p ko'rilgan son qancha? 9 degan. 4 qatim ko'rildi degan. Shunga buningda albatta buning eng ko'p ko'rilgan qiymatini M0 deb qo'yilgan. In0 deganimiz 9 degan. Endi o'ttirsan degan so'zlar, o'ttirsan. O'ttircha emas, balama bu o'ttirsan. O'ttircha emas, o'ttirsan. O'ttirsan deganimiz sonliq ma'lumotning cho'ng kichik tartib bo'yicha tizginimizda. Cho'ng kichik tartib bo'yicha tizginimizda. Del o'ttirchi son qimmat yoki qimmat bo'lsa o'ttirsan deb ataladi. O'ttirsan deb ataladi. Buning ikki xil ahvoli bor. Birinchi xili shu biz yiqqan sonliq ma'lumot taq son bo'lsa. Bu deganlik oshningki in qimmati taqson. Masalan, qarasanglar 4 5 6 7 8 9 ekan. Bu nechisan ekan? 1 2 3 4 5 6 7 tal ekan. Demak, 7 tal sonliq ma'lumot ekan. Bunda 7 tal mushunda holatda taq holatga kelgan sonliq ma'lumotlarniki o'ttirsani del o'ttirsan bo'ldi degan. Del o'ttirsan. Masalan, qarasanglar 4 4 5 bu 1 2 3 4 5 6 7 son ekan. Demak, 1 2 3 mayni sanasaqcha 1 2 3 ham qap o'ttirsa bo'lgan necha ekan? 6 degan gap. Qap o'ttirsa bo'lgan son 6. Demak,
Bu son, andan bu son. En o'ttirisi bo'lgan, qap o'ttirisi bo'lgan sondan chiqqan 6. Demak, buningda M, ME. M o'ttir sonni ME bilan ifodalaydi. ME bilan ifodalaymiz. Endi buningni o'ttir son qancha ekan? 6 degan gap. Endi ikkinchi bir xil bor. Agar soni jupsan bo'lib qolsa, masalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek bu 8 sanken degan. Jup degan gap. Mana bu 7 ite bu 8 ekan. Endi jupsan bu vaqt qanaqa qilmaydigan vaqtda 1, 2, 3, 4. 4 ni araytimiz. Endi mayndincha 8 olğaçqa 3'dən arı versək, 3'dən arı versək 6 qaldı. O'ttirisi neçə qaldı? 6 bilan 7 qaldı degan gap. 6 bilan 7. Yani bunun o'ttirisini, o'ttiridagi 2 sonni, eng qap o'ttiridagi 2 sonni qo'shib, 2 ga bo'lib versək, şunun o'ttirisini bo'ldi degan gap. Masalan, mana unda aytsam bor, jami 8 dona sonliq ma'lumot bor. Bu 8 dona sonliq ma'lumotniki o'ttirdi qatlagan vaqtimizda 3'ten tushib 2 eshib qoladi degan gap. Bu eshib qolgan 2 7 bilan 6 degan gap. 7 bilan 6. Bu 7 bilan 6 ni qo'shib 2 ga bo'lib versək, 2 ga bo'lsak, mustanning o'ttir sonini keltirib chiqadi degan gap. O'ttir soni bo'lib chiqadi degan gap. Endi o'ttir son degan nima desang, o'ttir soni boshda so'zlab ketgandik. O'ttir son deganimiz sonliq ma'lumotlarning umumiy yig'indisining umumiy soniga bo'lgan nisbati degan gap. Men yerda yana bir qatim ko'rsatib qo'ydim. Masalan 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 1. Bu sonlar munosib sonlar. Bu necha son kelsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Emse bunun 8 olgandan keyin n necha oldu? N teng 8 oldu degan gap. N teng 8 degan gap. Endi yig'indisi qo'shimiz 4 qo'shimiz 6 qo'shimiz 5 qo'shimiz 6 qo'shimiz 7 qo'shimiz 8 qo'shimiz 9 qo'shimiz 1. Bunun umum yig'indisi necha oldu? 44 olamdikin ekan. 44 oldu deyman. 44 ni bölümüz neçəyə? 8 ki bölümüz deyin gap. 8 ki bölsək 5 bütün 15 deyin gap. 5 bütün 15. Demək o'ttirsan neçə ki 5 bütün 15 deyin gap. Mana ki bölmüsək ki belki ütü oldu ki bu sözlerle. Endi buga ikkinchi qilib nima bo'lganlar? Endi shuni bayatniq markazga yaqin emaslikka qarab turib degan. Endi kenglikka qarab turib bu, kenglikka. Sen grafikniki shu grafik ifodalangan doira qarab turib yig'ish farqi va tarqalishchanlik deb atalgan. Yig'ish farqi va tarqalishchanlik. Har qanday yer ishlaydigan bu shirkat ulandı shu sonliq ma'lumotni ishlatadigan yerli bo'lsa ishlatadigan. Bundan qarab turib yig'ish farqi va tarqalishchanlik deb ikkiga bo'lingan. Yig'ish farqi va masalan x birinchi qarasanglar birinchi qarasang x qarasang 0, 30, 50, 50, 70, 100 degan gap. 100. İkinci qarasang 40, 50, 50, 50, 60, 70. Bunun qarab turib qaysininki o yig'ish farqi bor, qaysining yig'ish farqi cho'ng? 0. 0 bambo ikkinchisida 0 yo'q degan gap. Eng tuvini 40 ekan. Eng tuvini 40. Eng yuqorisi 70. Demak, buningki farqi 30 degan gap. 30. 30. Eng kichik bilan eng cho'ng farqiniki 30. Ya'ni yig'ishi ancha cho'ng, yig'ish cho'ng bo'lmaydi degan gap. Mana uchun eng kichik 0.
Eng kichik 0. Eng cho'nchi 100 degan gap. Buning farqi qancha? 100 degan gap. 100. Ma'ning farqi nechta? 30 degan gap. Demak, ma'ning farqi cho'ng degan gap. Bu cho'ng bo'lsa, buning eg'ishi cho'ng bo'ldi degan gap. Eg'ish cho'ng bo'ldi. Hammasi bunday bo'lamdi. Natayin degan gap. Hammasi bunday bo'lamdi, natayin. Ammo mutlaq ko'p sonli bunday bo'ldi degan gap. Ba'zi ahvolda bo'ysunmaydigan degan gap. Masalan, mana ikkinchi grafik qarasanglar, mana grafik qaranglar, mana ikkisi o'xshash grafik. O'xshash grafikka, o'xshash. Ya'ni birisi bo'y egizlikni ko'rsatgan. Yana birisi shu merdagi o'quvchilarning sonini qartiladi. Bir o'quvchilarning soni qartilgan. Bu boshqa son emas, bu boshqa son emas. Faqat o'quvchilarning soni qartilgan. Ma'lumcha bu o'quvchilarning soni qartilgan. X to'q. Y o'xshab bo'y egizlik qartilgan. Bo'y egizligi 0 dan tortib 250 santimetr. Ya'ni birlikka santimetr. Mana o'xshash santimetr. Endi mana qarasanglar, ikki grafik bu resim cho'ng kichik bilan farq emas bu yerda. Qarasanglar, birinchining tavrinishi, ya'ni ma sol taraf, o'ng tarafga birinchi resim qarasanglar, buningki 150 bilan, ya'ni 150 sant bilan 200 santning orasida ekan. Ya'ni mush oraliqda tavrinibdi degan gap. Mush oraliq tavrangan degan gap. Ya'ni bu o'n o'quvchining o'ttirchi bo'y egizligi 150 sant bilan 200 santning oralig'ida degan gap. Endi ikkinchi grafik qarasak, bu eng yuqorisi 200 dan oshadi degan gap. Eng yuqorisi 200 dan eshibdi. Eng tuvanchi 100 dan tuvan ekan degan gap. 100 dan tuvan degan gap. Demak, buningki tavrinishi bu oraliq tug'an degan gap. Bu oraliq tavrangan. Bu oraliqda berib kelib tavrangan. Ma'no tavrinishi uchun bu oraliq tug'an. Demak, qaysining tavrinishi cho'ng'ilab ketdi degan gap. Ma ikkinchisining tavrinishi cho'ng'ilab ketdi degan gap. Buni qanday vaqt ishlatamiz, bularni qanday vaqt ishlatamiz degan vaqtda, masalan, harbiy manevrlarni o'tkazdi davlatlar, buni bilasizlar. Harbiy manevrlarni o'tkazgan vaqtida qarg'alish nimasi bor degan gap. Qarg'alish qitim sonini ko'rsatgan. Masalan, 1, 2, 3, 4, 5 qitimliq qarg'alish bo'lsa, birinchi qitimliqda shu dal joyiga tekkizgan, dal markaziy nuqtaning jiroqlik qanchalik oraliqqa tushdi bomba degan gap. Masalan, F-16lardan bir yana bombardimon qilgan vaqtda nishondan qanchalik doirada, masalan, nishonni 0 deb nishon qilsak, bundan qanchalik doiraga tushdi. Masalan, 10 metr tushdimi yoki 20 metr doirani urdimi yoki 50 metr doirani urdimi degan gap. Aşağıdan sizden birinci qitimliqda 10 metr doiraga tushdi, ikkinchi qitimliqda 20 metr doiraga tushdi, uchinchi qitimliqda nuqtadan 20 metr yiroqlik tushdi, qancha metr farqliq tushdi, 50 metr farqliq tushdi. Aşağıdan qo'shish orqali aşağıdanki farqli yig'ishni keltirish qilingan. Demak, buningki bu aeroplan yoki bu uchqishningki nishonga tekkizishi mancha, masalan, 10 metr markaziy nuqtadan 10 dan 20 gacha bo'lgan oraliq tekkizalaydi deb ishonch qildi. Tekkizalaydi deb nima chiqardi degan. Bu qarg'alish, olimpiklar qarg'alish o'tkazgan vaqtda birinchi qitimliq qarg'alish 9 yillik bunday ko'lmak taxtalarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Eng markazga 0 dan tortib eng sirtga 9 qog'oz degan. Eng sirt 0 bo'ladi. Berishga eng birinchi o'rin merkez o'rin 1, 2, 3 merkezini chetlagan surat mana degan. Shuning uchun har qatam atqini birinchi nomerlik tushgan bir qatam, ikkinchi nomerlik tushgan bir qatam, ikkinchi nomerlik tushgan ikki qatam deb turib, ashunaqasidan birinchi va ikkinchisini araydi degan. Bu nimaga asosan araydi? Mo'yinlar shu yig'ish farqiga qarab arildi degan. Yig'ish farqiga qarab arildi. Bu hamma yerda ishlaydigan gap. Shu meditsinadami, har xil tadqiqotlardami bu ishlamay qolmaydi degan gap. Birinchi qatamlik tajribamizda muvaffaqiyatlik mancha % muvaffaqiyatlik bo'ldik, 90% muvaffaqiyatlik bo'ldik. İkinci qitimliq tajribamizda mancha qatam
manchi persen muvaffaqiyetli bo'ldi. Oxirida hem tarqılış kvadrat. Bunu tarqılışını qanday hisoblaymiz degan. Ashni uni hisoblab chiqamiz. Buni qanday hisoblab chiqamiz degan. Buni hisoblab chiqish tarqılış, yani tarqılış kvadrat qimmat. Yig'ish farqi kvadrat qimmat. Bu ikki masala bor. Birisi tarqılış deymiz. Tarqılış. Buni misol berildim ve berilmez. Buni qarab qo'y. Misol berganda qilyapman. Misol bermoqchiman. Tarqılışı bir meyada başta görüp ötkenimizde işte grafik var. Bunun tarqılışı qarsanlar, qaysininki tarqılışı zichroq bo'lsa, shuningki markazga yo'nalishchanligi shuncha kuchli bo'ladi degan gap. Kuchli bo'ladi degan gap. Markazga yo'nalishchanligi. Ya'ni bir sinfdagi o'quvchilarningki bo'y egizligini solishtirgan vaqtimizda, o egizi bek egiz, fakri bekdek pakolab qolsa, u nima bo'lmaydi degan gap. Boy farqi zo'r bo'ladi degan gap. Agar unda egizi bek egiz emas, fakri bek fakir emas bo'lsa, uniki bolalarning bo'y egizligi tekshir chiqish ehtimolligi chuqur degan gap. Yana birisi zavodlarda masalan bir tal telefonniki qepini ishlab chiqargan vaqtimizda har bir qap o'xshash bo'lmaydi degan gap. 100% o'xshash bo'lmaydi degan gap. 99% o'xshash bo'lish ehtimolligi bor. Ama 99 bo'lishi mumkin. Mesela sap altın 100%'lik altın yok degan gap dunyoda. 100%'lik bir nima yo'q degan gap. Buning faqat eng sap oltinni hozir kelishib 9'dan 7'den chiqardi deymiz. 99 chekit 9'dan 7'si bor. Oxirida 7 bor deymiz. 9'dan 8'dan 9'dan keyin 7 bor. Ashlar jiga qiroldi 100%ga olib boramadi dunyo. Buni qanday olib bordi desang, birinchi shu mesela telefonun qepini ishlab chiqqan, birinchi qepini ishlab chiqqan qepiniki shu o'lchamlik bo'lish, o'lchamga yetish nisbati. Ikkinchi qepiniki o'lchamga yetish nisbati. Uchinchi qepiniki o'lchamga yetish nisbati. Ashuna hammamiz ko'p sonliq to'plangandan keyin buniki o'lchamga yetishdan o'lchamdan qanchalik yig'ish bor, qanchalik farq bor degan farqni hisoblab chiqara oladi degan. Endi ikkinchisi dukkan ochganlar, savdogarlar, ixtisosshunoslar qanday qilsalar, birinchi qitimliq foyda. Masalan, bir dukkan bo'lsa, birinchi oyda bir yilda 12 oy bo'lsa, 12 kundan birinchi oylik foyda, ikkinchi oylik foyda, uchinchi oylik foyda, to'rtinchi oylik foyda. Hamma foydalarni yig'ib chiqadi degan gap. Hamma foydalarni yig'ib chiqadi degan gap. Anda buningki o'ttirchi foydasi bo'ldi degan gap. O'ttirchi foydasi. Masalan, birinchi oyda bek oz foydalanib, 12-chi oyda bek ko'p foyda olgan bo'lishi mumkin degan gap. Buning o'ttirisini tep chiqqandan keyin o'ttirisini yig'ish o'ttirisidan yana o'ttiris sondan qancha yig'ish ko'rilgan deyishlarga buning yig'ish farqini keltirib chiqaradi degan gap. Shunga asosan bizningki bir yillik foydamiz masalan 5 tumandan eng yuqori qiymati eng tuvan foydasi 3 tuman bo'lgan bo'lsa, eng yuqori qiymati 12 tuman bo'lgan bo'lsa, buni o'ttirchi qiymati balki 7 tuman yoki 6 tuman bo'ldi degan gap. Shuni ularni shu yig'ish farqiga qarab turib, buning nimasini chiqara olamiz degan gap. Yig'ish farqiga qarab turib, bizning foydamiz o'ttirsin demaydi, bu vaqtda yig'ish farqiga qarab turib, eng tuman 3 tuman emasmi, 10 tuman degan gap. Eng bizning foydamiz 5 tumandan 9 tuman yoki 10 tuman atrofida bo'lgan bo'ladi. Bir yilda bu yilda ashunchalik bo'ldi, kelar yilda ham ashunchalik bo'lishi mumkin deb yakun chiqarib, kelar yillik mablag'ni olishdan asosan qiladi degan gap. Ixtisosshunoslarning yig'ish farqi kvadrat qimmat hisoblash formulasi bu degan gap. Birinchisi yig'ish farqi kvadrat yig'indi qimmat. Ikkinchisi shu averajning o'lchamlik yig'ish farqi. Averajning. Biz birinchi qatimni sonliq ma'lumotni to'pladik. To'plagandan keyin ashundan hammani ishlash imkoniyatimiz bo'lmaydi degan gap. İmkoniyat bo'lmaydi deganlik emas, vaqt ketadi. Masalan, bir average chiqqanda shuni hammani ishlayman desangiz, balki 5-6 yil, 10 yilga chiqishi mumkin. Undan average kelib ishlaysiz, 3 oy, 4 oy ishlaysiz degan. Eng uzun bo'lgan 1 yil ishlaysiz degan. Anda bo'lganda averagega asosan to'pliqqa yakun chiqaramiz degan. Bu statistikaning asosiy qonuni degan. Average orqali to'pliqqa yakun chiqarish degan. Bizning ashundan biz bayat men ishlaganda sonliq qimmatlarni
Aşı ayollarınki muhitning bulg'anishi ayollarninki baldır tug'ib qo'yishni ilgari suruydi da. Ikkisi ilgari suruydi. Bunun asosan biz fikrimizda Hindistondagi havo bulg'anishi bo'lsa, ayollarninki baldır tug'ib qo'yishni ilgari surdi deb yakun chiqaramiz endi. Ilgari surayotgan deb yakun chiqaramiz endi. Shuningdek, to'pliq yani to'plagan salliq averishga olgan salliq ma'lumotimiz orqali Ashiyadagi to'pliqqa hukm qilamiz endi. Asha xulos chiqaramiz endi to'pliqdagi. Masalan, bu hozir Xitoy virusining tarqalgan Xitoy virusininki bir odamga qarab turib bu manchi yuqish ehtimollik manchi % deb qarayolmaymiz endi. Yuzlab, minglab odamni 10 minglab hatto odamni tekshiramiz endi. Tekshirib uning yuqmagan odamga yuqqan tunjuqqa vaqt qanda hodisalar bo'ldi endi. Shuning asosan bu Xitoy virusining yuqish ehtimolligi manchi %, o'ttirish ehtimolligi manchi % deb chiqardi. O'ttirish ehtimolligi chiqardi, o'lganlarning ahvoliga qarab turib chiqaramiz endi. Yuqdi qancha kundan keyin ifodalandi. Bunimi shu shunga Xitoy virusining yuqqandan keyin 2 haftadan keyin belli bo'ldi deydi. Aniq ifodalandi deganlikni oshna chiqardi endi. Chunki gumon yuqdi deb gumon qilganlarning hammasini to'playdi. Uning keyin haqiqatan yuqqan bo'lsa diagnoz qilib pullik qiladi endi. Pullik imtiyoz qiladi endi. Pullik xotirlarni buniki belli bo'lgan vaqti 2 haftadan 20 kungacha deb chiqirdi. Uning keyin texadami inchiklagandan keyin taqib to'xtadi endi. 15 kun bo'ldi keyin deblar. Bu salliq ma'lumotlarni averishgan oladi. Averishgan olgandan keyin yig'ish farqini chiqardi endi. O'ttirsan, yig'ish farqi, tarqalishchanligi deganlari hammasi ishlab chiqiladi. Bularsiz statistika yurmaydi. Bugungi so'zlagan mazmunlarimiz o'ttirish qimmat, o'ttirsan, eng ko'p takrorlangan deganlarni ko'rdi. Andan so'ng tarqalish kvadrat qimmat, yig'ish farqi kvadrat qimmat degan. Bular statistikada bo'lmaydigan. Statistika qo'llanganlar cho'qim ishildi degan. Bularsiz statistika turolmaydi degan. Turolmaydi degan. Statistika eng muhim fikr degan. Andan bular bo'lib bo'lgandan keyin boshqalar ilib boramiz degan. Boshqalardan salliq ma'lumot to'playmiz, bularni bo'lgandan keyin andan keyin ehtimollik degan bir ketimiz. İkinci qadamda ehtimollik boshqa funksiyalar ularni so'zlaymiz endi. Shunga statistikani o'rganishni xohlaydiganlar o'sha bugungi so'zlagan mazmunlarimizni oldin qatam so'zlagan mazmunlarimizni ravus o'zlashtirgandan keyin andan ikkinchi qadamga ikkinchi bosqichga o'tishni mumkin. Birinchi bosqichni bilmay turib ikkinchi bosqichga o'tib olsanglar faydasi yo'q degan gap. Faydasi yo'q. Ya'ni faydasi yo'q deganlik endi shu qitlaylik degan gap. Qayta birinchini o'rgansin degan gap. Birinchi bosqichni o'rganmay ikkinchi bosqichga o'tgandim. Bu yan jumlab yana birinchi bosqichni o'rganadi degan gap. Shu vaqtni kutisizlar birinchi qatim ma'no o'rganib o'tib ketsanglar ikkinchi bosqichdan mushlarni ishlatamiz degan gap. U vaqtdan bu tarqalish kvadrat qimmat degan nima, yig'ish farq kvadrat degan qimmat degan nima degan deb o'tmaymiz degan gap. Ketaveramiz tarqalish qimmat mancha bo'ldi, yig'ish farq kvadrat qimmat mancha bo'ldi, o'ttirish qimmat o'ttirsallar mancha bo'ldi deb hisoblash formulalarini taq qilib ketaveramiz degan. Bu demsa bugun so'zlagan mazmunlarimiz shuncha bo'ldi. Shunga mushlarni tushunmagan olsangiz qayta ko'rib yaxshi tushunishga tirishsam bo'ldi. Bu demsa qo'sh salomat bo'linglar.